Ozodbek, Assalomu alaykum. yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr qilmasin. Ozodbek, menga bitta inshurans variant ko'rsatgan edingiz. 20 ming atrofida edi, esimda yo'q. Qimmat edi xullas. Men o'zim ofisda bolalar bilan surishtirib, bitta inshurans topdim. Qanchaga deng? Qanchaga? $10,000. Yo'q. $10,000 ga inshurans oldim. Mana shuni bitta ko'ringni, xulosa qiling o'zingiz. Bo'ldi aka. Ko'rib beramiz. Tushunarli. Aka, bu yerda mana policyni ko'rib chiqdim. Bu yerda qarasangiz, deductible $10,000 turibdi. Shuningdek, bu yerda towing coverage qoplab berilmas ekan insuransingiz tomonidan. Bu degani, ya'ni agarda siz $25,000 zarar ko'rsangiz avariyadan $10,000 ni o'z hamyoningizdan to'lashingizga to'g'ri keladi. Shuningdek, avariya jarayonida qanaqadir towing servislardan foydalansangiz, bu ham to'liqligicha sizni company expenses sifatida hisoblanadi. Ustiga ustak aka, siz topgan kompaniya D-rated insurance kompaniya hisoblanadi. Bu degani, o'zini ko'pgina mijozlarning talablarini qondira olmaganligi uchun shunaqa yomon reytingga tushib qolgan va o'sha avariya natijasida siz hech qanaqa kompensatsiya ola olmay qolishingiz ham mumkin aka. Unaqa bo'lsa, buni siz bergan variantdan nima farqi bor? Aka, biz taklif qilgan insuransda deductible $10,000 emas, aslida $2,5 hisoblanadi. Shuningdek, towing coverage'ga o'xshagan, umbrellaga o'xshagan xususiyatlarga ega hisoblanadi. Va biz o'sha policyni olgan kompaniyamiz A-rated hisoblanadi. Ya'ni ko'pgina mijozlarning istaklarini amalga oshirgan va bozorda hurmatga ega bo'lgan provider hisoblanadi. Unaqa bo'lsa, biz o'sha siz olgan insurance policyga o'tamiz. To'g'ri tanlov aka, bizda MyFleet Solutions spetsialistlari sizga albatta bu holat bo'yicha aloqaga chiqishadi va yordam berishadi.